Salom. Xullas, Aziz bilan trendga chiqqan o'yinlarni o'ynashni juda ham yaxshi ko'ramiz va shuni o'ynab ko'rishga qaror qildik. Biz o'zimiz miyamizda bitta narsani o'ylaymiz va o'shani topolmagan odam yutadi. Boshladikmi? Faqat uni biz hozir aniqlashtira olishimiz kerak. Nima qilamiz? Ovqat o'ylaymizmi, aktyormi, xonandami yoki qanaqadir Bo'lsa ayt, farqi yo'q. Keyin qo'shiqchilar qilaylik. Bo'ldi. Qo'shiqchilarni o'ylaymiz. Hozir sen o'ylayapsan, men o'ylayman. To'xta, buncha o'ylab olay. Bo'ldi, o'yladim. Mana. Sen o'ylagan qo'shiqching dunyo miqyosidagi qo'shiqchimi? Hop, sen o'ylagan qo'shiqchingni sochi qorami, oqmi? Ля ты крыса! Yo'q, qorami degan va yoki yo'q deganchasam. Senga ayni faqat hayyo deyish mumkin. Hop, qoram. Yo'q. Sen o'ylagan qo'shiqchi guruhdami? Yo'q. Yo'qmi? Sen o'ylagan qo'shiqchi ayolmi? Senikichi? Yo'q. Sen o'ylagan qo'shiqchi dunyo miqyosidan? Ha. Sen o'ylagan qo'shiqchi qo'shiq aytib raqsga ham tushadimi? Sal-pal. Sal-pal. Ну, da desa ham bo'lar ekan deb o'ylab qaradim. Voy, shu topolmaymiz-ku. Hop, sal-pal demak. Sen o'ylagan qo'shiqchi tur qilganmi? Dunyo bo'ylab tur qilib chiqadimi? Qilgan. Qilgan. Sen o'ylagan qo'shiqchini qo'shiqlarini eshitaman. Ha. Senikini-chi men eshitaman? Eshitgansan. Bersan savol. Savolim tug'ilib qoldi-da. Hop, sen o'ylagan qo'shiqchi o'rta yoshli? Ha. O'rta yoshli bilasan, 30 gacha, 30 dan mayli ozgina oshgan deb. Aha, yo'q, undan katta. Sen o'ylagan qo'shiqchi O'zbekistonga kelganmi? Da, menimcha kelgan. Hop. Sen o'ylagan qo'shiqchi kelganmi? Yo'q. Kelmagan? Yo'q. Demak, Jennifer Lopez. Demak, Jennifer Lopez. Sen o'ylagan qo'shiqchini qaysidir qo'shig'ini yodlaganmanmi? Ha. Endi yodlamagan, sen bilasan. Aha. Tupik. Hop. Sen o'ylagan qo'shiqchi yoshligimizda eshitganmizmi? Ha. Sen o'ylagan qo'shiqchi turkmi? Ha? Ibrohim Tatliso'z? Yo'q. Aytaman, yana ketdi. Sen o'ylagan qo'shiqchi rusmi? Yo'q. Voy. Sen o'ylagan qo'shiqchi ana shuni aytganmi? Anaqa Tarkan. Ikkita variant turadi. Menikini Tarkan. Topib topolsam. Qiyin o'ynagan bu bor-ku, men rostdan topolmayman deb o'yladim. Eng qizig'ini aytaymi, men o'sha Jennifer Lopezligiga amin bo'lib turgandim bor. Davay, qani topchi? Sen? Taylor Swift. Yo'q. Sochi ochirangda, to'g'rimi? Hozir e'tiborim katta, lekin topishini qolamanmi? Biz Bilamiz. Biz kelmaganda deyman. Yo'q. Voy, kim endi u? Biz sevib eshitganmizmi? Bo'ladi. Shakira. Da? Shakira. Zo'r o'yin ekan, men ko'rasiz. Bye bye.